Hörmətli görülmənlərimiz, hazır biz Eli Meşripi kollektifinin ilmi yetekçisi bolğan Qasımcan Damoğlan bilen söhbət edip barmız. Assalamu alaykum Damoğlan, qanday ahvalыңыз? Aleykum assalam. Qanday yaxşısınız? Yaxşı, elhamdülillah. Hacımka, sizler Eli Meşripi qurulğan 2 yıldan buyan siz bu yerdə ilmi yetekçisi bolub kelibsiz. Bu 2 yıl jarayonida qandaq məşğulatlar boldunlar və nimalarni qilmoqchi bundan keyin bu to'g'risida to'xtalib bergan bo'lsangiz. Sizlarning ziyorat qilib kelganingizga Alloh rozi bo'lsin. Demakchi endi bu bizningki Eli Meşrip kollektivi qurilib 2 yil bo'ldi. 2 yil jarayonida endi shu kollektivninki mayli oylik toplantılar olsun, mayli yillik toplantılar olsun, mayli şu yerdeki topla, yani bizning bir topumuz var. Bu topumuzda 200'den artıq a'zolarimiz var. Şu topdagi yetekçilik xizmatlarini asosan elib berib kelgan bo'ldim. Endi bizningki maqsadimiz biz Sharq Turkiston musulmonlari, Sharq Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston mustaqillik davosiga atlangan bir xalq endi. Endi bu mustaqillik davosiga atlanganmiz. Biz bu mustaqillik davosida g'alaba qilish uchun cho'qim bir vaqtning o'zida bir qancha xil harakatlarni va bir qancha xil faoliyatlar bilan shug'ullanmasak bo'lmaydi degan asosda biz bizning cho'nglarimiz, qarindoshlarimiz, fikr egalari bilan bir yerga kelib, Eli Meşripi kollektivining iboratan bir to'pni hozirladik, qurdik. Endi bu topda biz birinchidan shu Sharq Turkiston davosiga as qo'shish uchun bir cho'qim bir siyosiy harakat bo'lmasa bo'lmaydi degan asosda biz 200 dan ortiq holatda bir son separ e'tibor bilan bir to'plandik. Mana shu topdagi to'planishdagi maqsadimiz biz shu Sharq Turkiston davosining siyosiy harakatiga as qo'shish istikida maqsadida bu to'plandik. Ya'ni demak birinchi siyosiy harakat qilish zarur bo'lganlikdan bu to'plandik. İkinci hem de bu Sharq Turkiston davosi uchun qilinadigan ikinci hizmeti kelsak, yani milletni aqartish, yani ularningki ong saviyasini ichish, shu davoga bo'lgan ko'z qarashi masalasida ularga ta'lim tarbiya elib berish hamda. Asosiy jihatdan meningki boshqa qarindoshlarimiz var, shu ahli ilm qarindoshlarimiz, fikr egalari. Shular bilan qilib kelgan xizmatlarimiz, yani shu 2 yilning yog'i mayli topda bo'lsin, har kunlab, haftaga bo'lib turib dini dersler, yani Allah Subhanahu ve Taala'nın mükemmel halatı tutunuş, akidevi bilimlerini tutunuş, ibadetlerini obdan tutunuş, şunun olan birge şu müstakillik davasıga bo'lgan fikri ingini aşırış ve şu şahslarning ruhiyetini güçlendiriş, yani asosiy jihatdan ruhiyetini güçlendiriş, aqartish xizmatlarini elib bordik endi. Hatta ki toplantılarımızda bazı farzandlarimizninki ruhini aşırış için musobaqalarni elib bo'lganmi bo'ldik ve farzandlarimizning ayrim holatda yig'ib ularga akidevi ve tarihi derslerini bergen bulduk. Topumuzda erler ve ayollar topuga bölüngen bulup her toplarda inşallah biz şu aqartish, yani ta'lim tarbiya xizmatlarini elib keldik. İnşallah bundan keyinki mana şu aqartish xizmatini küçügen holatda ana şu siyosiy davoga as qo'shqidek shaxslarni, farzandlarni tarbiyalash va ularningki fikr, ko'z qarashlarini, ideyalarini shu tarafga mayil qilish haqida şu temada inşallah davomliq şu ta'lim tarbiya xizmatini elib bormoqchi. Endi bu davo uchun 3-chi qilib kelgan xizmatimiz, bu davoning yuksalishi uchun cho'qim biz mavjudiyatimizni saqlash xizmatlarini elib bormasak bo'lmaganlik uchun biz qarindoshlarimiz bilan bir yerga kelib, har birimiz o'zimizning iqtisodlarini chiqargan holatda o'zimizning ichidagi vatan davosi uchun, ya'ni Xitoydan dushmanlari bo'lgan, shu Uyg'urning bizning dushmanlarimiz bo'lgan Xitoylarga qarshi holatda vatanning turmalarida yetayotgan va boshqa o'rinlarda jellardan ayrilgan ana shu qarindoshlarimizni yolg'iz qolib qolgan ayollari va farzandlariga ega chiqish va ularningki shu mavjudligini saqlash, qiyinchiliklarni hal qilish, farzandlarini unumli holatda o'qitish uchun iqtisodiy jihatdan yordam berish, ularga ega chiqish, sahib chiqish, ularningki qiyinchiliklarni o'zimizning qiyinchiliklarida bilish niyatida mana shunday xayriy saxovat faoliyatlarini elib bordik.
Bizning xayriy saxovat faoliyatlarimiz dastlabki 1-yilda endi dastlabki bosqich bo'lganligi uchun o'zimizningki shu bir yurt xalqi ichidirek davomlashdi. Undan keyingi 2-yil, 3-yillik qadam qo'ydik. Bu 3-yillarimizda o'zimizning oshgan holatda butun Sharq Turkiston xalqininki qo'limizdan kelishicha, kuchimizdan yetishicha ularning holiga qarash va ularning qiyinchiliklarini ancha-muncha olsa hal qilish, farzand va o'quvchilarga boshqa atlagan holatda bunda xayriy saxovat yordam qilish faoliyatlarini elib bordik hamda. Bizning xizmatimiz inshaalloh mushu holatda davomlashyapti. Maqsadimiz mana shu Sharq Turkiston davosidan iboratdan büyük bir davo bor. Bu davo büyük bo'lganligi uchun har qanday bir tashkilot buni butunlay ko'tarib bo'lolmaydi. Shuning uchun bizmi kichik holatda bir to'plami bo'lib, mana shu yuchiqlarni, kam qolgan yerlarni etish, shu jihatdan biz faoliyat elib berib kelyapmiz hamda. Bundan keyingi maqsadlarimiz ana shu kuchimizni texnik bakrak san jihatdan keyingi kuch, san jihatdagi kuchimizni texnik bakrak kuchlantirib, siyosiy davoga siyosiy jihatdan unumli holatda as qo'shash. Şunun bilan birga aqartish xizmatlari, ya'ni ta'lim tarbiya xizmatlarini mukammal holatda, sifatli holatda elib berib, bizning qarindoshlarimizninki vatan davosi bo'lgan tushunchasi, diniy tushuncha, Allohni tunish tushunchalari, ibodat tushunchalari, shunun bilan birga bizning dushmanimizni tunish tushunchalarini yetildirish xizmatini texnik unumli sifatli elib berishni maqsad qilyapmiz. Shunun bilan birga mavjudiyatimizni saqlash, mavjudlikni saqlash faoliyatlarini texnik keng ko'lamda elib berish, bo'lsa butun Sharq Turkiston xalqininki qiyinchiliklarni hal qilish holatda bir xil umid bilan, orzu bilan, shu qizg'inlik bilan ketib boramiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu maqsadlarimizga bir yetkiza va bu faoliyatlarimizga Alloh subhanahu va taolo barakat beradigan asosga ketib boramiz. Bütün qarindoshlarimizdan bizni to'g'ri tushungan holatda qo'llashini, bizga havo deb yordam qilishini, maslashini umid qilamiz. Men so'zimni shu yerda oyoqlashtiray.